Assalomu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz buling o'rtasini ko'rib chiqdik. Unda bo'lsa bu soatlik darsimizda munosabatli bo'lgan mashqlarga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, birinchi savol bu yerda A, B, C deb bir 3 buling bor ekan shunami. Nima debdi? AC ning uzunligining 2si AB ning uzunligining 3siga teng debdi. Unda bo'lsa men bu yerdagi AC ning uzunligini nima deb olaman? AC ning uzunligini 3K deb olsam shunami. Andan keyin bu yerdagi AB ning uzunligi necha bo'ldi? 2K bo'ldi. Qarab boqadigan bo'lsak, 2K ning 3si 6K bo'ldi shunami. 3K ningki 2si yana 6K. Birisi birisiga teng bo'lamdi? Albatta. Bizga bu yerda AC bilan AB ning uzunligining bir munosabatini beribdi ekan. Andan keyin BD ning uzunligi 4, unda bo'lsa CD ning uzunligi x teng necha deb so'rabdi shundami? Qaraydigan bo'lsak, bu yerda AD bu bulungninki, ya'ni buling A'ning nimasi ekan? Buling o'ttirisi. Unda bo'lsa AB ning uzunligini 4 ga bo'lganim, shunami? Yana bu yerdagi 2K ni 4 ga bo'lib etganim nimaga teng bo'ldi? AC ning uzunligini x ga bo'lganimga. AC ning uzunligi degan 3K, shunami? Buni x ga bo'lib etganimga teng bo'ldi. Unda bo'lsa bu tenglimining oldi k'nini k ga bo'lib etganimda bu k yo'qolib ketdi, shunami? Qaychilashtirib ko'paysak 2x teng 3 ko'paytirilgan 4 necha? 12. Unda bo'lsa x teng 6 degan gap. Qani C javob shunami? Keyingi savol qarab boqaylik. ABC deb bir 3 bulang berib turishmi? Andan keyin ABC ning aylanma uzunligi, ya'ni chevrisi qanday ekan? 32. Andan keyin bu ikki bulang birisi-birisiga teng. Ya'ni AD degan bulang A ning nimasi? Bulang o'ttirisi. Unda bo'lsa AB ning uzunligini 3 ga bo'lganim, AC ning uzunligini 5 ga bo'lganimga teng bo'ldi. Shunami? BD teng 3, CD 5 debdi. Unda bo'lsa men bu yerdagi AB ning uzunligini 3K deb olaman, AC ning uzunligini 5K deb 5K ni 5 ga bölsem nima qoldi? K qoladi shunami? 3K ni 3 ga bölsem K qoladi. 2 tal K birisi-birisiga tengmi? Albatta birisi-birisiga teng. Andan keyin buningki aylanma uzunligi 32 bo'lgandan keyin shunami? 3 qo'shilgan 5 necha bo'ldi? 8 shunami? Bu tarafning uzunligini 3K deb oldik. Bu tarafning uzunligini 5K deb oldik. Ya'ni bu 3 tarafninki yig'indisini qo'shib olsam necha bo'ldi? 32 bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa 3K ga 5K ni qo'shsam 8K shunami? 32 dan 8 ni elib olsam 24. Andan keyin K teng 3 degan gap. K teng 3 bo'lsa bu yerdagi AB ning uzunligi chiqdi shunami? 9. AC ning uzunligi necha bo'lib ketdi? Unda bo'lsa 15 degan gap. Bizdan nimani so'rabdi ekan bu savolda? Bu yerdagi AD teng x shunami? Unda bo'lsa x teng necha deb so'rabdi. Ya'ni bu yerdagi buling o'ttirisining uzunligini. Unda bo'lsa bu yerdagi AD degan buling o'ttirisi shunami? Bu yerdagi x ning kvadratini biz oldingi soat darsimizda ko'rgan edik. Ya'ni bu ikki tarafni birisi-birisiga ko'paytirib shunami? 9 ko'paytirilgan 15 elevitimiz 3 ko'paytirilgan 5. Shunami? 3 ko'paytirilgan 5. Unda bo'lsa x ning kvadrati teng 9 kare 15 degan 135 shunami? Undan 3 kare 5 15 ni chiqarib olsam 120 degan gap. Unda bo'lsa x teng shunami? 120 degan 4 ko'paytirilgan 30. Yildiz ochgan vaqtimda qanday bo'ldi? 2 yildiz asti 30 degan gap. Qani bu javob bormi? Albatta. Shunami? D javob mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima debdi? Bu yerdagi bu ikki bulang birisi-birisiga teng shunami? Yana AE degan bir bulang o'ttirisi ekan. Andan keyin bu bulang bilan shunami? Bu bulang birisi-birisiga teng, ya'ni BD degan bir bulang o'ttirisi ekan. Unda bo'lsa bu yana 15, bu yana 9 deb beribdi shunami? Bu yana 6 x teng necha deb so'rabdi. BE ning uzunligi teng x, unda bo'lsa x teng necha shundami? Yana qaraydigan bo'lsak, BD degan bir bulang o'ttirisi bo'lgan ekan. Bu ya 15, bu ya 9 shunami? 15 ni 9 ga bo'lib etganim AB ning uzunligini AD ning uzunligiga bo'lib etganga teng. Unda bo'lsa men AB ning uzunligini masalan 15K deb olaman. Andan keyin bu yana 9K deb olaman, shunami? 15K ni 9K ga bölsem K qisqarib ketgan vaqtda 9 dan 15 bo'ldi. Ya'ni 15 ni 9 ga bölsem 9 dan 15 bo'ldi. Birisi-birisiga teng bo'ldi. Andan keyin bu yana 15K, bu yana 9K deb olgandan keyin bu ya qaraydigan bo'lsak AE degan bu bir bulang o'ttirisi shunami? Unda bo'lsa ustidagi 15K ni bu x ga bo'lganim shunami? Nimaga teng bo'ldi? Bu 9K ni nechaga bo'lganga? Tegidagi ID ning uzunligi 6 ga bo'lganga teng bo'ldi. Unda bo'lsa bu tenglimining oldi K ni K ga bo'lib olsam shunami? K yo'qolib ketdi degan gap. Qaychilashtirib ko'paysak 9x teng 15 ga 6 ni ko'paysam 90. Unda bo'lsa x teng necha? X teng 10 degan gap. Shunami? Qaysi? Javob mana.
Keyingi savol qarab baqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tik bulonliq uch bulon bor ekan shunami. Bu 90 gradus. Andan keyin CD degan bu bulon o'tirsa ekan shunami. Bu bulonga teng degan gap. Unda bo'lsa, masalan, A, B'nin uzunluğu degan 5 qo'shilgan 13, 18 shunami. Ya'ni bu yerdagi AC'ning uzunluğini qanday hisoblaymiz? AC'ning uzunluğu degan 18ning kvadrati qo'shilgan bu yerdagi X'ning kvadrati bo'ldi shunami. Unda bo'lsa bu bir bulon o'tirisi bo'lgandan keyin bu yerdan bir tenglimi chiqarib olaymiz. Ya'ni X'ni 5 ga bo'lgunim shunami. X'ni 5 ga bo'lgunim nimaga teng? Bu uzunluqni 13 ga bo'lganga teng. Unda bo'lsa yiltiz asti 18ning kvadrati qo'shilgan X'ning kvadrati shunami. Tegicho 13. Unda bo'lsa bu tenglimini yesam X chiqadi shunami. Unda bo'lsa qanday yeyishimiz? Buni oldi keynini kvadrat qilgan vaqtimda shunami. Bu yer degan 25 X'nin kvadrati teng. Unda bo'lsa buni asti üstü kvadrat qilamiz shunami. 169 anadan 18 kvadrat qo'shilgan X kvadrat bo'lib ketdi. Shundami? Unda bo'lsa buni qaychilashtirib ko'paytimiz navbatda 169 X kvadrat teng shunami. 18 ning kvadrati ko'paytirilgan 25 qo'shilgan 25 X kvadrat shunami. Ikkala tarafdan 25 X kvadratni elib o'tgan vaqtimda 144 X kvadrat teng 18 ning kvadrati ko'paytirilgan. Men 25 deganni 5 ning kvadrati deb yozsam. Andan keyin bu bir tenglimi bo'lgandan keyin ikkala tarafga yiltiz ochgan vaqtimda shunami. Bu 144 degan 12 ning kvadrati. Unda bo'lsa yiltiz ochgan vaqtimda bu yerdan 12 X chiqadi. Keyinida bir kvadrat ochgan vaqtimda 18 ko'paytirilgan 5 bo'lib chiqadi. Shunami? Unda bo'lsa 12 X teng 18 ni 5 ga ko'paysam necha? 90 shundami? Unda bo'lsa X teng 90 bo'lingan 12 qisqaramdi albatta. Asti ustini 6 ga bo'layotgan vaqtimda ustida 15 qilib qoldi shunami? Tegi 2. Qaysi javob? B javob 2 dan 15 degan gap. Keyingi savol qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda 3 bulonlarni berib turishmi? Unda tafsiliy qaraydigan bo'lsak, bu bulonga teng deb. Unda bo'lsa, bu yerdagi BC degan bir bulon o'tirgan. Shundami? Andan keyin bu bulon o'tirisining ustidagi C degan bu nuqtadan bu bulonniki bir tarafiga shunami bir egizlik tushibdi 90 gradus. Unda bo'lsa, biz o'xshashlam savolga qaramay turib shunami? Bu yerda masalan bir egizlik tushirib olaman. Shunda bir egizlik tushagan vaqtimda bu yermi necha 90 gradus bo'ldi. Men bu nuqtani E deb olsam shunami? Albatta bu bulon 90 gradus. Oldingi soat darsimizda biz nima degan to'q? Bir bulon o'rtasining ustidagi bir nuqtadan shunami? Bulonning ikki tarafgacha bo'lgan orliq birisi-birisiga teng degan to'q. Ya'ni orliq odatda qanday bo'ldi? 90 gradus tushidi. Unda bo'lsa, ya'ni bu yerdagi CE ning uzunligi 6 degan gap. Unda bo'lsa BE ning uzunligi 12. Ya'ni ustidagi ABC degan bu 3 bulon bilan tegidagi BCE degan bu 3 bulon birisi-birisiga tamoman teng bo'lgan ikki tal 3 bulon shunami? Unda bo'lsa, yana qaraydigan bo'lsak, BCD degan bu 3 bulon 90 graduslik bir tik bulonlik 3 bulon shunami? Bunun 90 graduslik bu bulondan pastga, ya'ni 90 gradus bir egizlik tushgan vaqtda qanday bo'ldi? Bu 6 ning kvadrati shunami? BE ning uzunligi bilan ED ning uzunligini birisi-birisiga ko'paytganga teng. Unda bo'lsa, masalan, ED ning uzunligini men A deb olsam, 12A nimaga teng bo'ldi? 6 ning kvadrati. 12A teng 36. Unda bo'lsa A teng 3 degan gap shunami? Biz bu yerdagi ED ning uzunligini hisoblab oldik shunami? ED ning uzunligi necha bo'ldi ekan? 3 bo'ldi ekan. Unda bo'lsa bu bir 90 gradus, ya'ni CED degan bir tik bulonlik 3 bulon. Unda bo'lsa bu yerdagi X ni tepish intayin oson. X ning kvadrati nimaga teng bo'ldi? 6 ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati. X ning kvadrati teng 45 shunami? 45 degan 9 ko'paytirilgan 5 degan gap. Unda bo'lsa X teng 3 yiltiz asti 5. Mana qaysi javob? C javob shundami? Keyingi savol qarab baqaylik bo'lsa, nima debdi bu yerda? DE pastga BC ga 90 gradus tik tushdi debdi shunami? Andan keyin qaraydigan bo'lsak, BD degan bulon o'tirgan, CD degan bulon o'tirgan. Unda bo'lsa, men buni ko'rib qanday qilaman? A bilan D ni shunda tutashtirib olaman. Tutashtirgan vaqtimda AD degan bu tuz siziq shunami? Bu yerdagi bulon A ning nimasi bo'ldi? Albatta bulon o'tirisi bo'ldi. Biz oldingi soat darsimizda ko'rgan 3 bulonning ichidagi shunami? 3 tal bulonniki bulon o'tirisi 3 bulonning ichida bir nuqtada kesishidi deb. Bu nokta alayda bir nokta shunami? Mushta bir 3 bulonniki ichki chemberniki, ya'ni qanday teğet chemberi degan to'q, ya'ni qirib o'tib ketadigan
muşta bir çemberning nimasi markazi. Bunda bo'lsa bir bulung o'rtasining ustidagi bir nuqtadan bulungning ikki tarafgacha bo'lgan oraliq birsi-birsiga teng. Shundami? Men buni bu yerdan 90 gradus tushirib olaman. Andan keyin ya'ni bu bulung o'rtasi unda bo'lsa bu yerga 90 gradus tushiribdi. Men bu yerga 90 gradus mushtlab tushirib olaman. Shundami? Bu uch egizlik qanday birsi-birsiga teng bo'ldi. Unda bo'lsa bu yerdagi BC ning uzunluğunu 10 deb to'shnama, BE ning uzunluğu x ekan. Unda bo'lsa BE ning uzunluğu x bo'lsa, bu yerdagi bu nuqtani men masalan D deb olsam shunama, unda bo'lsa BD ning uzunluğu mu x bo'ladi. AD ning uzunluğu 9 ilingan x degan gap. AD ning uzunluğu 9 ilingan x bo'lsa, bu yerdagi A men bu nuqtani qanday f deb olsam, AF ning uzunluğu 9 ilingan x bo'ldi. Shunami? BE ning uzunluğu x bo'lsa, CE ning uzunluğu degan 10 elitimiz x bo'ldi. Unda bu uzunluq CF ning uzunluğu mu 10 ilingan x. 9 ilingan x bilan 10 ilingan x ning yig'indisi 11 ga teng bo'lishi kerak. Unda bo'lsa 9 ilingan x qo'shilgan 10 ilingan x teng 11. Ikkisini yig'inchoqlasam 19 ilingan 2x teng 11. 2x'ni 10 tarafga o'tkazayotgan vaqtimda shunama 2x 19 dan 11 ni ilsam 8, unda bo'lsa x teng 4 degan gap. Qani? B javob shunama. Keyingi savolimiz qarab boqaylik unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir qancha tal 3 bulung beribdi shunama. Bir qarabla bu bulung bilan bu bulung tengkan, bu bulung bilan bu bulung tengkan shunama. Unda bo'lsa BD degan bu siziq shunama, ABI degan bu cho'ng bulungning bulung o'rtasi o'xshash bir vaqtda BD nima ekan? Bu yerdagi ADC degan bu cho'ng bulungning bulung o'rtasi ekan. Shunami? Unda bo'lsa bu yerda nima debdi bizga? AF ning uzunluğu x, shunami? Bu uzunluq x, andan keyin bu yer y bo'ladi. X ni y ga bo'lsak necha bo'ladi deb so'rabdi. Unda bo'lsa, masalan bu yerdagi EF, ya'ni bu uzunluqni men A deb olsam, navbatda 6 ni x ga bo'lgunim, shunami? 6 ni x ga bo'lgunim nimaga teng bo'ldi? 4 ni A ga bo'layotganimga teng. Unda bo'lsa bu yerdagi A ni qanday ifodalaymiz? A degan shunama 6 ga A ni ko'paysam 6A, bu degan 4x ga teng. Unda bo'lsa 4x bo'lingan 6 bo'ladi mana. Unda bo'lsa yana qarab boqadigan bo'lsak, bu yerdagi CF ning uzunluğini, ya'ni bu uzunluqni shunama CF ning bu uzunluqni men B deb olsam, o'ng tarafdagi ADC degan bu 3 bulung qaraydi. Unda bo'lsa 18 ni x ga bo'lgunim, shunama 18 bo'lingan x nimaga teng bo'ldi? 24 ni bu B ga bo'layotganga teng. Chunki bu yerdagi DB bu bulungning bulung o'rtasi, shunami? Unda bo'lsa bu yerdagi B nimaga teng bo'ldi? 18B, shunami? Qarshilashtirib ko'paytdim, teng 24x. Unda bo'lsa B deganim 24x bo'lingan 18 degan gap. Qisqaramdi bu? Albatta qisqaraydi. 6 ga bo'lasam osti ustini shunami? Unda bo'lsa B degan 3 dan 4x degan gap. Bu yerdagi y ni hisoblash uchun men B dan A ni elvasam, ya'ni bu B dan shunama A ni elvatgan vaqtimda bu yerdagi CE ning uzunluğu ya'ni y chiqadi. Unda bo'lsa y deganim shunama B dan A ni elvasam 3 dan 4x elingan 6 dan 4 degan necha? 3 dan 2x. Bu teng necha? 3 dan 2x bo'ldi. Shunami? Unda bo'lsa y nimaga teng bo'ldi ekan? 3 dan 2x ga. Ya'ni y teng 3 dan 2x. Y bilan x ning munosabati chiqdi shunami? Men buni boshqacha yozib olsam, ya'ni y teng bu x ni ustidagi surat bilan shunami 2x bo'lingan 3 deb ma'qul shaklda yozib oldim. Y deganning maxraj bir qaychilashtirib ko'paytgan vaqtimda necha bo'ldi? 3y teng 2x shunami? Undaq bo'lsa bu yerdagi x ni y ga bo'lgunim nimaga teng bo'lishi kerak? 2 dan 3. Bu xil shaklda yozib olamiz. Ya'ni x ni 2 ga ko'paysam shunami 3 ni y ga ko'paytganga qanday bo'ldi? Teng bo'ldi. Unda x bo'lingan y degan 2 dan 3. Qani C javob shunami? Keyingi savol qarab boqaylik. Nima debdi? D dish teğet çemberin merkezi shunami? Bu yerdagi D degan bu nuqta qanday ekan? Bu 3 bulung ABC ning shunami dish teğet çemberi, ya'ni bu yerdagi 3 tarafni qirib o'tib ketadigan mushta bir çemberning markazi ekan. Unda bo'lsa dish teğet çemberi degan qanday bo'ldi? Yana bir takror qilib o'tib ketaylik. Masalan, AC ni men bu yerga bu xil shaklda sizib olay shunami? Andan keyin AF ni masalan bu xil shaklda sizib olay. Bu yerdagi CK ni men mushta bir sizib olay. Dish teğet çember degan bir çember shunami bu 3 tarafni qanday tega tegmas mushta qirib o'tib ketadi.
kesishgan nuqtasi bormi? Albatta, qanday bir talla kesishgan nuqtasi bo'ladi. Agar chamber bir siziq bilan shunami, masalan, mushta bir tal siziq bo'lsa, bir chamber buningdan bunda kesishib o'tib ketgan vaqtda ikki tal kesishgan nuqtasi bo'lib qolsa, bu teğet chamber bo'lmaydi. Masalan, bu yerda bir tal kesishgan nuqta bor, bu yerda bir tal kesishgan nuqta bor, bu yerda bir tal kesishgan nuqta bor. Shunami chamberning markazi bu. Unda bo'lsa, chamberning markazi bilan bu kesishgan nuqtani shunda tutashtirgan vaqtimda bu yer cho'qim va cho'qim 90 gradus chiqadi. Teğet degan anandan keyin yana xulos qilam bir nuqtadan shunami bir siziqcha bo'lgan eng qisqa araliq. Bu yerda albatta nurg'unlagan siziqlarni chiqarib olg'ili bo'ldi shunami. Eng qisqa araliq degan qanday bo'ldi desa, mushu nuqtadan mushu tuz siziqqa 90 gradus bo'lgan siziq eng qisqasi bu. Undaqda bularni nima uchun so'zladim? Ya'ni bu yerdagi bu nuqtadan shunami bu tarafga bir egizlik tushagan vaqtimda bu yermi 90 gradus bo'ldi. Ya'ni ben bu uzunluqni A, buni B, buni C desam, A, B, C amaliyotda birisiga teng shunami. Bu degan chamberning nimasi? Radius. Ya'ni bularni so'zlashgan maqsad qaraydigan bo'lsak, bu yerda bu yerga tik tushirib turibdi shunami, bu yerni 5 deb turibdi. Anandan keyin bizdan nimani so'rabdi? X bilan y ni so'rabdi. Amaliyotda x mu 5, y mu 5 bu yerda. Chunki bu yerdagi df bo'lsin, de bo'lsin, dk bo'lsin, bular hammasi mushta bir dish teğet chamberning shunami nimasi bo'ldi? Radius bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa x qo'shilgan y degan albatta necha 10 bo'ladi. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir qancha tal 3 bo'lim beribdi shunami. Bu yerdagi AD degan bir bo'lim o'ttirisi ekan. Andan keyinchi bu yerdagi AC degan bir bo'lim o'ttirisi ekan shunami. Bu bo'limga teng. Andan keyinchi masalan bu bo'limga teng shunami. Unda biz oldi bilan bu yerdagi ABE degan bu 3 bo'limga qaraylik. Bu degan bir bo'lim o'ttirisi bo'lgan ekan shunami. AD degan unda bu AE ni 3 ga bo'layotganim AB'ni 4 ga bo'layotganimga teng bo'lishi kerak. Unda bo'lsa men birinchi bo'lib AB'ning uzunligini 4 ga deb olaman. AE'ning uzunligini 3 ga deb olaman. Bizdan nimani so'rabdi? EC'ning uzunligi x, unda bo'lsa x teng necha deb so'rabdi, shundami? Qaraydigan bo'lsak, bu yerda shunami ABE degan bu 3 bo'lingning bu bo'lingninki tashqi bo'lingning shunami bo'ling o'ttirisi AC degan. Unda bo'lsa, biz oldingi soat darsimizda o'rgangan shunami bu yerdagi x ni nimaga bo'layotganim x qo'shilgan 7 shunami x qo'shilgan 7 ga bo'layotganim bu yerdagi AE ning uzunligi 3k ni bu yerdagi AB ning uzunligi 4k ga bo'layotganimga teng bo'ldi. Biz bu yerdagi 3k bilan 4k ni bu maqsad uchun qanday qildik? Ifodalab chiqardik. Unda bo'lsa, masalan bu yerdagi k qisqarib ketdi shunami x ni x qo'shilgan 7 ga bo'lganim 4 dan 3. Unda qaychilashtirib ko'paysam 4x teng 3x qo'shilgan necha 21. 3x ni bu tarafga o'tkazgan vaqtimda x dan 21 bo'lib ketdi degan gap qani? C javob shunami? Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu ikki bo'lingni birisiga teng deb beribdi, shundami? Undan keyin bu yer 4, bu yer 6, bu yer 3, unda bo'lsa CD ning uzunligi x teng necha bo'ldi deb so'rabdi. Biz agar bu yerdagi bu bo'ling bilan bu bo'lingni ayirib o'tmay, shundami? Masalan, bu ikki bo'lingni birisiga teng deb bergan bo'lsa, undan keyin bu uzunlikni bu uzunlikqa bo'lganim, shundami? Bu uzunlikni bu ikki uzunlikning yig'indisiga bo'lib o'tganimga teng bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi o'xshash, shundami? Biz buni nima deydik turkchada? Dish och'ortay teorem, ya'ni uyg'urchada shunami tashqi bo'ling o'ttirisi teorema deb atab oldik. Unda bo'lsa biz bu yerdan bu xil munosabatni qanday chiqaramiz? Men buni shunami AB ni shundoq bir uzratgan vaqtimda uzartsam, ya'ni bu bo'ling bilan bu bo'ling birisiga teng bo'lamdi. Albatta, bular degan qarama-qarshi bo'ling shundami? Ya'ni bu ikki bo'ling, masalan bu sita bo'lsa, bu ham sita ikkisi birisiga teng degan gap. Bu yerdan bu bo'ling bilan bu bo'lingni birisiga teng deb turibdi. Unda bo'lsa bu ham sita. Navbatda AC degan shunami? Ya'ni bu bo'lingning nimasi? Bo'ling o'ttirisi. Anandan keyin biz bu formularni yana qayta ishlatamiz shunami? Bu yerdagi 4 ni 6 ga bo'lib o'tganim 4 bo'lingan 6 nimaga teng bo'ldi? Bu yerdagi x ni shundami? x qo'shilgan 3 ga bo'lib o'tganimga teng degan gap. Unda bo'lsa bu tenglikni yechgan vaqtimda qaychilashtirib ko'paytimiz shundami? 4x qo'shilgan 12 teng 6x. Unda bo'lsa ikkala tarafdan 4x ni olib olsam 12 teng 2x, unda bo'lsa x teng necha 6 degan gap qani? Javob. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir ABC deb bir 3 bo'lim berib turishdi, bu bo'lim 30 qo'shilgan alfa,
bu bulunçu 120 gradus elingan 2 arfa şunama bu yer 4 bu yer 8 bu yer 5 unda bolsa AB'nin uzunluğu x x'ten neçe buldu deb soraptı. Biz aldı bilen bu iki bulunğunu bir qo'shib baqayli nima chiqadi ekan shunami 30 gradus qo'shilgan alfa qo'shilgan 120 gradus shunami 120 gradus elingan 2 alfa. Unda bulan qo'shayotgan vaqtimda 150 gradus shunami elingan alfa chiqdi degan gap. Unda bo'lsa men buningga nechini qo'shib etsam 180 gradusga teng bo'ldi. Albatta 30 gradus qo'shilgan alfani qo'shib etgan vaqtimda bu 180 bo'lib ketadi. Shundami? Undaq bo'lsa, masalan, shu bulon men buni shunda uzatgan vaqtimda bu bulon necha 30 gradus qo'shilgan alfa degan gap. Ya'ni 30 gradus qo'shilgan alfaga bu ikki bulonni qo'shib bergan vaqtimda shunda bir yirik bulon 180 chiqadi. Shundami? Undaq bo'lsa, xulos chiqarib olamiz. Ya'ni bu ikki bulon birisi-birisiga teng bo'lgan keyin bu yerda qanday bo'ldi? A, B degan bu siziq bu bulonning nimasi? Ya'ni bu bulonning bulon o'ttirisi bo'ldi. Shundami? Unda bo'lsa, men bu yerdagi BD'ning uzunligini A deb olsam, bu yerdagi A ni shunami A qo'shilgan 5 ga bo'lib etganim 4 ni 8 ga bo'lib etganimga teng. Ya'ni buni qisqarsam 2 dan 1 shunami? Unda bo'lsa, bu yerdagi A teng 5 mana A'ni tepib oldim shunami? BD'ning uzunluğu 5 bo'ldi ekan. Unda bo'lsa, biz bu yerdagi x'ni topa olamiz shunami? Oldingi soat darsimizda ko'rdik formulasini. Unda bo'lsa, bu yerdagi x'ning kvadrati degan nima bo'ldi? Bu yerdagi A'ga shunami? Ya'ni BD'ning uzunluğuga bu yerdagi CD'ning uzunluğunu qo'shganimni ko'paytib, unda bo'lsa 5 ko'paytirilgan 5 qo'shilgan 5 shunami? Buningdan nimani elevitdik? Elevitimiz shunami? Bu yerdagi AD'ning uzunluğu bilan AC'ning uzunluğunu ko'paytganimni. Ya'ni 4 ko'paytirilgan necha 8. Unda bo'lsa x kvadrat degan shunami? 50 dan necha 32 ni alsam 18. Unda bo'lsa x dan 3 yildiz asti 2 degan gap. Qani C javob shunami? Keyingi savol qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, mushtabir 3 bulonlarni berib turishmi? Bu bulonga teng, buningga teng debdi. Ya'ni bu yerdagi 3 tal bulon birisi-birisiga tengken. Bu bir yirik bulon amaliyotda. Uni 3 parcha qilib etgandan keyin teng 3 parcha shunami? Har bir bulon 60 gradus. 60 60 60 60 shunami? Unda bo'lsa, masalan, men qanday qaray? Bu bulonniki tashqi bulonning bulon o'ttirisi AC deb qaray desam, bu yerdagi AD'ni beribdi, lekin AB'ni bermabdi. Shunami? Unda bo'lsa biz buni qanday qilamiz? Men buni shunda chiqarib olgan vaqtimda, ya'ni bu yerdagi AC'ni shunda bir uzartsam, shunami? Uzartib baqaylik. Unda uzartgan vaqtimda bu bulon bilan bu bulon birisi-birisiga teng bo'lamdi, albatta. Bu 60 gradus. Unda bu 60, bu 60 bo'lgandan keyin bu yerdagi AB shunami? Bulon o'ttirisi bo'ladi. Mana bulon o'ttirisi. Navbatda bu AD'ning uzunluğunu AC'ga bo'lib etganim shunami? BD'ning uzunluğunu BC'ga bo'lib etganimga teng. Unda bo'lsa, yana bu yerga 2 ni 4 ga bo'lsam, 2 ni 4 ga bo'lsam necha? 2 dan 1. Unda bo'lsa, BD'ning uzunluğunu BC'ga bo'lsakmi 2 dan 1 chiqadi degan gap. Unda bo'lsa, men bir qarab CD'ning uzunluğunun x ekanligini bilib oldim shunami? Chunki x ni bu 2x ga bo'lsam, ananikin 2 dan 1 chiqadi. Bir narsaga diqqat qiladigan bo'lsak, shunami? Allabirun javob chiqib bo'ldi. Ya'ni bu bir bulon, unda bo'lsa AD degan bulon o'ttirisi. Bu bulon o'ttirisi qarshi tarafni shunami? BC degan bu uzunluqni birisi-birisiga teng bo'lgan ikki parchaga bo'lib etgan bo'lsa, bu yer albatta qanday 90 gradus tushidi va AB'ning uzunluğu AC'ga teng. Bu bir qanday teng yalliq bulonniki alohidaligi. Shunami? Ya'ni bir bulon o'ttirsa qarshi tarafni birisi-birisiga teng bo'lgan ikki parcha qilib etdi. Unda bo'lsa bu yer 90 gradus degan gap. Bu 2, bu 4 shunami? 90 gradus tik bulonli qush bulon. Unda bo'lsa CD ning uzunligini tepish intayin oson. Ya'ni x ning kvadrati qo'shilgan 2 ning kvadrati teng 4 ning kvadrati shunami? Unda bo'lsa buni yechib baqaylik. X ning kvadrati necha bo'ldi? 12 degan gap. Unda bo'lsa x teng 2 yildiz asti 3. Qani D javob shunami? Ya'ni bizga BD'ning uzunligini tepang debdikan. Ya'ni BD'ning uzunligi CD'ning uzunligiga teng. Shunami? Ya'ni x'ni topsak javob chiqadi degan gap. 2 yildiz asti 3 bo'lib ketdi mana. Keyingi savolimiz qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda tik bulonli qush bulon beribdi navbatda shunami? Ya'ni bu ikki bulon birisi-birisiga teng debdi. Bu bulon bilan bu bulon birisi-birisiga teng ekan. Unda bo'lsa CD degan shunami? ACB degan bu cho'ng 3 bulon o'ttirisi. Bu yer 90 gradus shunami? Tik bulonli qush bulon ekan. Unda bo'lsa 2 yildiz asti 5, bu yer 4 bo'lsa, bu yer necha chiqadi? 2 yildiz asti 5 ning kvadrati degan 20 shunami? 4 ning kvadrati degancha 16. 20 dan 16 ni chiqarib yildiz ochgan vaqtimda necha chiqadi?
2 chiqadi deganga bu ya 2. Unda bo'lsa, ya'ni bu bir bulung o'ttirisi bo'lgandan keyin CD degan shunama 4 ni 2 ga bo'lgunim AC ni AD ga bo'lgunimga teng bo'ldi. Unda bo'lsa, bu ya 4, bu ya 2 bo'lsa, bu ya x bo'lsa, AD ning uzunluğu 2 dan 1 x bo'ldi. Ya'ni bu 4 ning yarimi 2 bo'lgandan keyin bu yerdagi x ning yarimi AD ga teng bo'lishi kerak shundami? Növbətdə qanday qılımız? Bu yerdəki CD degan bir bulung o'ttirisi shunami? Bulung o'ttirisining uzunluğunun kvadratı, ya'ni 2 yıldız astı 5 ning kvadrati nimaga teng bo'lishi kerakda? Bu bulungningki ikki yonining ko'paytmasidan shunami? 4x dan nimani elvatganga? Tegidagi ikki tarafdan shunami? Bu ikki uzunluqning ko'paytmasini elvatganga. Ya'ni 2 dan 1x ko'paytirilgan nima? 2 ni elvatganga teng bo'lishi kerak. Unda bo'lsa buni bir yechib baqayli. 20 nimaga teng bo'ldi? 4x elingan bu yer degan x bo'lib ketdi shunami? Unda bo'lsa 20 dan 3x, unda bo'lsa x dan 3 dan 20 degan gap qani? D javob shunami? Keyingi savol qarab baqayli. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, ishda bir murakkab shakl berib turishunami? Anamkin bu ikki bulung birisiga teng debdi. Qani FAD shunami? FAD, ya'ni bu bulungga teng, unda bo'lsa masalan bu bulungga teng shunami? Qaraydigan bo'lsak, bu ABC degan bu 3 bulungda bu bulungniki bulung o'ttirisi chiqibdi shunami? Anandan keyin bu yerdagi bu bulungniki tashqi bulungning bulung o'ttirisi kelibdi shunami? Ikkisi bu nuqtada kesishibdi. Unda bo'lsa bu yerdan chiqqan bir siziq mu kesishibdi shunami? D dan o'tibdi. Ya'ni unda bo'lsa bu yerdagi BD degan bu siziq bu bulungniki tashqi bulungi bo'lgan bu bulungning bulung o'ttirisi degan gap. Ya'ni xulosa qilib bularni so'zlashdagi maqsad shunami? Bu bulung bilan bu bulung ikkisi birisiga teng degan gap. Unda bo'lsa bu ya'ni 20 gradus deb beribdi bizga shunami? Bu ya 20 gradus bo'lsa, bu ya degan 40 gradus bo'ldi. Biz buni oldingi soat darslarimizda uchganda ochlar, ya'ni 3 bulungdagi bulunglarni o'rgangan vaqtda ko'rib bo'lgan. Masalan, ishda bir tal bulung bo'lsin shunami? Men buni bu yerga qaytib bir sizib o'tay. Masalan, mushta bir tal bulung bo'lsin, anandan keyin bu yerdan bir tal 3 bulung hosil qilib olaylik. Bu bulungningki bulung o'ttirisini men oddiyla mushta bulung o'ttirisi deb qaray. Unda bo'lsa bu bulungningki tashqi bulungi, bu bulungningki bulung o'ttirisini men bu yerga sizib olsam, shundami? Shunda sizib olgan vaqtimda agar bu bulung beta bo'lsa, bu bulung 2 beta bo'ldi. Ya'ni bu bulungning ikkisi. Unda bo'lsa bu yer 40 gradus. Biz bu yerda nima dedik? Bu bulung bilan bu bulung birisiga teng, ya'ni BD degan shunami? Bu bulungning bulung o'ttirisi dedik. Unda bo'lsa 180 gradus shunami? Yeyiq bulung 180 gradusdan 40 ni chiqarib o'tib, buni 2 ga bo'lgan vaqtimda bu yerdagi alfa chiqadi. Necha? 70 gradus degan gap qani? D javob. Qaraydigan bo'lsak, mashqlarimiz oxirlashibdi shunami? Unda bo'lsa bugungi darsimiz bulung o'ttirisiga munosabatli mashqlar mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.